RTHS Logistik kompaniyasidan bugun 27 mart 2025-yil jami 6 texnika O'zbekiston, Qozog'iston hamda Qirg'iziston respublikalariga chiqib ketyapti. Birinchisi hali portga kirmagan Volvo 60 talik 2020-yil Shimkent Qozog'istonga chiqib ketyapti. Uchta texnika yo'lda, hali portga yetib kelgani yo'q. Birozdan keyin yetib keladi-da, birgalashib hammasi portga kirib boradi. Bundan tashqari ikkita mini 60 talik, bitta Hyundai 60 talik, bitta Volvo 60 talik texnikamiz portga kirib bo'lgan, tayyor. Qirg'iziston respublikasi O'sh shahriga qarab yo'lga chiqib ketyapti, xudo xolasa. Uni esa sizlarga videoni davomida ko'rsataman. Xo'p, bizda mana tayyor portga kirib ulgurgan texnika ikkita, bittasi Hyundai, bittasi Volvo 60 talik. Xo'p, Hyundai 60 taligimiz 2018-yil 9900 soat ishlagan. Volvo 60 taligimiz esa 2019-yil bu ham 9900 soat ishlagan. Komplektida ikkalasida ham 3 tadan kovushi bor, qisqicha. Eng qizig'i, bu texnikalarimiz ikkalasi ham Qirg'iziston respublikasi O'sh shahriga yo'lga chiqib ketyapti. Bizda tashqaridagi texnikalarimiz bor, uni ko'rsatdik. Boshida ular ham birozdan keyin kirib keladi. Hali kemamiz kelgani yo'q. Hamma texnikalar kirib kelgandan keyin kemaga yuklatilib jo'nab ketadi. RTHS Logistik kompaniyasiga murojaat qiling va texnika, avtomobil, har qanday yukingizni manzilingizga sifatli va ishonchli tarzda yetib borishini ta'minlang.